Noodatiy savollardan biri. Har nima uchiravermaydi, sertifikatga katta ehtimol tushgan savol. Diqqat qilamiz, eshitamiz. Noodatiy savollardan biri. Har nima uchiravermaydi, sertifikatga katta ehtimol tushishi. Berilgan narsa mana shu chizma berilgan. Umumiy bitta chiziqqa ikkitalikdan urilgan va bir-biri bilan ham urinyapti. MN kesma 24 deyapti. AB ni mana bu kesma B mana bu yerda to'xtagan. O'nga teng bo'lsa deyapti. Kichik radius va katta radius toping degan savol ekan. Diqqat qiling, qanday ishlaymiz? B degan narsa mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa. Xo'p, mana bu yerga bitta perpendikulyar bunga tushirdik. Aylana markazidan vatarga tushirilgan perpendikulyar vatarni tengga ajratadi. Mana bu B taqsim 2 bo'ladi. Mana bu kesmani o'zi B taqsim 2 bo'ladi. Agar mana bu bo'lakni C deb oladigan bo'lsam, shunga kichik radius tomonidan perpendikulyar tushirsam, mana bu bo'lak C taqsim 2 bo'ladi. Endi bizga qarang, mana bu B edi, mana bu C edi. B qo'shilgan C bizga nimani beradi? AB ni beradi. AB bizga 10 bo'ladi. Endi mana bu bo'lak C taqsim 2 bo'lsa, mana bu C taqsim 2 bo'lsa, mana bu B taqsim 2 bo'lsa, mana shu kesma bizga AB ning yarim bo'ladimi? Ya'ni mana bu kesma 5 ekanmi? Tushundingizmi? Ya'ni mana bu ikkita nuqta orasidagi masofa 5 ekan. Ana endi bu tomondan qaraymiz. Mana bu A bo'ladigan bo'lsa, bu perpendikulyar, bu ham A ga teng. Agar mana buni birorta bir D deb oladigan bo'lsam, mana bu yerdan beracha bo'lgan masofa D. Xo'p. D qo'shilgan 2A bizga 24 ga teng. Mana bu markazdan bunga tushiramiz kesma, perpendikulyar tushirsak, mana bu D taqsim 2 bo'ladi. Bu D taqsim 2 bo'lsa, mana bu A bo'lsa, demak, mana bu ikki nuqta orasidagi masofa umumiyning yarmi bo'ladi. Mana bu ikki nuqta orasidagi masofa umumiyning yarmi bo'ladi. Demak, bu degani umumiy 24 bo'lsa, mana bu 12 ekan. Mana bu yerdan beracha 12, mana bu 90 gradus, mana bu qayerdan qayergacha? Mana bu yerdan, mana bu yerdan, mana bu yergacha bizga 5. Mana bu 12. 12 ni shunday pastga olamiz. Mana bu 12, mana bu kesma bizga 5 ga teng. Demak, markazlarni shunday tutashtirsak, bu radiuslar yig'indisi bo'ladi. Radiuslar yig'indisining kvadrati 5 ning kvadrati 12 ning kvadratiga teng. 12 kvadrat qo'shilgan 5 kvadrat. Bundan keladi radiuslar yig'indisi bizga nimani berar ekan? 13 ni berar ekan, birinchi tenglama ketdi. Endi davom etamiz. Mana bu kesma radiusga teng, demak mana bu bo'lak ham radius bo'ladi. Ana endi mana bu kesma 5 edimi oldin? 5 edi. Demak, katta radius teng, kichik radius qo'shilgan 5 ga teng ekan. Keltirib bera qo'yamiz. Radius qo'shilgan 5 teng 13 ga. Kichik radius bizga necha ekan? 4 ekan. Katta radius necha ekan? 9 ekan. Misol mana shunday ishlanadi. Eslab qo'yinglar, bunga o'xshagan savollar kelishi mumkin.